Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonlik pensionerlar ogohlantirildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Ayni kunlarda telefon orqali pensiya yoshidagi fuqarolarga notanish raqamlar orqali qo'ng'iroq qilinib, ularning pensiyalari keyingi oydan oshirilishini aytib, plastik karta yoki pasport ma'lumotlarini so'rash holatlari uchramoqda. Bu haqida pensiya jamg'armasi ogohlantirish bilan chiqdi. Xabarga ko'ra, firibgarlar o'zlarini bank yoki pensiya jamg'armasi xodimi sifatida tanishtirmoqda. Ya'ni ular odamlarga nafaqalaringiz keyingi oydan oshiriladi. Buning uchun ma'lumotlaringizni va telefoningizga kelgan kodni aytsangiz, pensiyangiz kartangizga tushadi. Bo'lmasa oshmay qoladi degan ma'noda yolg'on gapirib, pensionerlarning ishonchiga kirishga urinish holatlari ko'paygan. Qayd etilishicha, pensiya jamg'armasi xodimlari hech qachon qo'ng'iroq qilib, shaxsiy ma'lumotlarni yoki telefonga kelgan kodlarni so'ramaydi. Begona shaxslarga pasport, plastik karta yoki JSHIR raqami kabi shaxsiy ma'lumotlarni hech qachon taqdim qilmaslik kerak. Shu kabi shubhali holatlarga duch kelganlar 1271 pensiya jamg'armasining ishonch telefoni yoki 102 ichki ishlar organlari raqamlariga telefon qilishi zarur. Eslatib o'tamiz, avvalroq yuzlab fuqarolarni Telegram orqali aldab 4 milliard 800 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazgan shaxs 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi, deyiladi xabarda. Do'stlar, shu va shu kabi muhim yangiliklardan tez-tez xabardor bo'lib turishni istasangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.